Mana bugun 2025-yil 27-aprel sanasiga Farg'ona ko'mir qozonlar markazidan Andijon viloyati Sharxon tumaniga Cooper Expert 15 kilovatli kotelimiz 150 kvadratli xonadonni isitish uchun mana shopar akalarimiz yo'lga chiqyapti. Bu kotelimizning narxi 14 million 300 ming so'm bo'ldi. 150 kvadratli xonadonlar uchun. Faqat Toshkentda qayerdansizlar? Toshkentda qayerdansizlar? Bo'kadan, ha? Mana Toshkentlik Bo'kadan akalarimiz kelib, kotel ko'rishyapti. Xudo xolasa, bularga ham ishini bitirib beramiz. Bo'kada ko'p kotelimiz ishlab kelyapti, bilasizlar, ha? O'shalar aytishdimi? Eshitib kelyapmiz-da. Bo'ldi. Xudo xolasa Olib borib qo'ygan. gap yo'q. Kimga shunaqa kotellar kelsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 450 kilometrdan Farg'onaga kelishibdi. Videoga like bosib qo'yamiz.